Rossiyaga borgandan keyin to'g'ri ishlab, to'g'ri uyoqqa qayt. Tushundingmi? Har xil qizlar bilan uchrashib, ichib, chakib, puling xarajat qilib yurma. Men telefon qilanda ko'tar. Ko'tarmasang o'zim borib urib o'ldiraman masalan. Sog' bo'linglar. Yo'q, yaxshi bo'l. Shu ketmasa bo'lardi dadasi. Yig'lama, o'lmaga ketayotgan yo'q. Bacha telefon qilaylik, nima qilib yuribdi? Alo. Abonent bor. Iltimos, keyinroq. Ibonangimga o'chirib qo'ydimi? Abonent bor. Ketdim men xotin. Patirdaman qandaydir shu uxlab qolandi, o'zi qaytib telefon uradi. Uxlab qo'ymagan u. Qizlar bilan yuribdi, men bilaman. Xarakteri menga o'xshaydi. Osmonda qushlar uchganda sog'inib kelgan. Ona, Abi, asan nimaga kelding? telefon qiyin ekan dadam ko'tara olmadim, shunga keldim. Asan telefonni ko'tarmading, esingdan ketdi Rossiyaga dadang. Ona, dadam ertalab soat 6 da telefon qildilar. Rossiyani soat bizdan 2 soat keyinda, o'rda soat 4 bo'ladi uxlab yotandim men. Ketdim mening dadam yana bor ekan. Yig'lama muhabbat. Bu bacha Rossiya territoriyasida yo'q. Boshqa davlatga qochib ketan bu. Bizlar alda. Interpolga berib toptiraman bu bachani. Onangga qiyradir qochib ketan qizlar bilan. Kelib ketdi darrov. Yeb onangga. Qani? Abonent bor. Yeb onangga. Ketdim men xotin. Yonimda qoldi. Ona, dadam yo'q ko'rdi. Hozir kelib ketdi dadang seni so'rab. Baya qarang, ishlama, qo'yasizlarmi yo bordi keldi, o'ynab o'tiramizmi dadam bilan? Bu onangga jilli qarinchika. Boshqa davlatga ketib bizlar alda o'tiribdi bu. Xufiyona ish qilibdi bu. Bachangiz hozir kelib ketdi. Nima qilyapsizlar o'zi? Kelib ketdi. Onangga roz yo'lda tutib olaman. Shu qaytayotgandir menimcha. Hozir men bu bachani topsam, urib qo'ydiraman. Assalomu alaykum. Hey! To'dagan? Qayerga ketyapsan? O yerga ketyapman, siz qayerga ketyapsiz? Rossiyaga san qidirishga. Firishtirma, qo'yinglar qani? Yur-ya. Telefonni nimaga ko'tarmaysan? Dada, Rossiyani soat 2 soat keyinda uxlab yotanda telefon qilgansiz. Qay bir pul bor deb telefon qilayotirman shu. Kuni bo'yi ishda bo'lsam bankka borsa vaqt qayerda? Bankka borish kerak emas, milliy pay bor-ku. Milliy pay bilan Rossiyadan to'xtab dunyoning 200 dan ortiq davlatiga pul yuborish mumkin. O'zbekistonga Uzkart, Humo, Visa kartasiga yoki naqd pul qilib yuborish mumkin. Kommunal yoki boshqa xizmatlar uchun to'lov qilsang ham bo'ladi. Shuningdek, Tojikiston, Qirg'iziston, Xitoy, dunyoning barcha davlatlariga Visa karta orqali pul yuborish mumkin. Hozir milliy payda aksiya ketyapti. 10 ming rubl pul yuborsang 1 tanga beradi. Tangalaring qancha ko'p bo'lsa, Galaxy A17 yutib olishing mumkin. 15 ta Galaxy A17 bor.